Krish oltin butsasini sotib, pulini G'azodagi maktablar qurilishiga sarflagan. 2011-yilda Ronaldo Real Madrid safida 40 ta gol urishga erishdi va La Liganing eng yaxshi to'prar sifatida oltin butsa bilan taqdirlangan. Cristiano sovrinni javonning eng ko'zga ko'ringan joyida saqlashi mumkin edi. Ammo u buning o'rniga mukofotni auksionda 1.2 million funtga sotgan. U tushgan mablag'ni urushlar sabab zarar ko'rgan G'azodagi maktablar qurilishiga sarflagan. Ronaldo oltin to'pni bemor bolalarning xursandchiligiga almashgan. Yana bir nufuzli kubok, oltin to'p ham futbol dahosining javonida chang bosmadi. Futbolchi uni Londondagi kimoshdi savdosida ko'rgazma uchun 580 ming funt sterlingga sotdi. Pulni og'ir va davolab bo'lmaydigan kasalliklarga chalingan bolalarning xursand bo'lishi uchun Make a Wish xayriya jamg'armasiga topshirdi. Mukofot pullarini xayriyaga ishlatgan. Cristiano turnir va chempionatlarda ajoyib natijalari uchun boshqa futbolchilar singari katta miqdorda mukofot pullari oladi. Shunday qilib 2013-yilda Krish UEFA talqiniga ko'ra yilning ramziy terma jamoasiga kiritildi va buning uchun 100 ming yevro mukofot oldi. Ammo Ronaldo pulni Qizil Xoch xayriya jamg'armasiga o'tkazib berdi. 2014-yilda u Real Madrid bilan klub tarixidagi 10-Chempionlar Ligasi sovrinini qo'lga kiritdi. Qirollik klubi rahbariyati hujumchiga 450 ming yevro miqdoridagi bonus bilan minnatdorchilik bildirdi. Krish esa sovg'ani UNICEF, Save the Children va World Vision xayriya jamg'armalariga tarqatdi. Mashhur futbolchining tanasida bitta ham tatuirovka yo'q. Cristiano Ronaldo muntazam ravishda donorlik maqsadida qon topshiradi va tatuirovkalar bunday muolajalar uchun kontrindikatsiya hisoblanadi. Portugaliyalik bu savob ishni tez-tez bajarganligi sababli tanasiga bitta ham tatuirovka chizdirmaydi. U donorlikka katta ahamiyat berib, butun dunyodagi odamlarni muhtojlarga yordam berishga chaqiradi. Sizning qoningiz bir nechta odamlarning hayotini saqlab qolishi mumkin. Shuning uchun men odamlarni tez-tez qon topshirishga chaqiraman, deydi Ronaldo. Suyak iligini kasal bolaga bergan. Futbolchi Carlos Martinsning 3 yoshli o'g'lida zudlik bilan transplantatsiya qilishni talab qiluvchi kam uchraydigan va jiddiy suyak iligi kasalligi borligini aniqlashadi. Ota-onaning suyak iligi bolaga mos kelmaydi. Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi sherigiga yordam berishga qaror qiladi. Aynan u suyak iligi moddasining bir qismini bolakayga bergan. Kriro bunga shunday izoh beradi: Ko'pchilik suyak iligi donorligini qiyin deb o'ylaydi. Ammo bu qon donorligi bilan bir xil va bu unchalik og'riqli bo'lmaydi. Ronaldoning bu kabi saxovatli ishlari juda ko'p. Men aytganlarim ayrimlari edi xolos.